operatsiya qilish holatlarida sklera qilish mumkin emas. Salom yurtdoshlar, bugun bizani qisqagina murosa temamiz bu varikoz kasalligi. Bilasizlar, varikoz kasalligi xalqimiz orasida juda ko'p uchraydi va ayniqsa 9 yoshli ayollarda homiladorlik paytida oyoqdagi tomirlarning keng bekish holatlari kuzatiladi. Buni varikoz kasalligi deyiladi. Varikoz kasalligining sababi bu tug'ma, vena qon tomir devorlarining bo'shligi tufayli. Har bitta qon tomir devorida elastik tolalar bo'ladi. O'sha elastik tolalarning kam miqdorda bo'lishi varikoz kasalligiga olib keladi. Varikoz kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar birinchisi bu homiladorlik payti. Homiladorlikning 2-3 trimestrdan boshlab qon kattalashib va bachadon bola bilan pastki kava venani siqib qo'yish natijasida qon ketishi qiyinlashib qoladi oyoqdan. O'shaning uchun venaning kengayish holati kuzatiladi. Diagnostika masalasida varikoz kasalligini davolash shu paytgacha asosan operativdir. Lekin texnologiyalar rivojlanishi, yangi dorilarning kirib kelishi, yangi metodlarning kirib kelishi natijasida hozir varikoz kasalligini operatsiyasiz ham davolasa bo'ladi. Lekin bunga o'zining ko'rsatmalari bor.